Assalomu alaykum. Sizlar bilan har doim men Ayim Bobur va bu yana Beruniy narxlari. Bugungi videomizda bizlar hafta bozoridagi Mansur Baraka kiyim do'konidamiz va bu yerdagi narx-navolar bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Yaxshilab e'tibor bilan diqqat bilan ko'ring, sabab bu yerdagi narx aniq sizni 100% hayron qoldiradi. Men bu yerdagi kiyimlarning bahosini ko'rib, "Ya'y, Beruniydan shu bahodan kiyim sotatan yer bormi?" deb qoldim. Ishdan o'zim. Ananda boshladik. Xo'p, Nodirbek, bu yoqda sviterlarning bahosini necha so'm bo'ladi? Qatarda turgan. Hammasi bir tur pachka turmi? No. Necha so'mdan? Polni 55 ming so'mdan. 55 ming so'mdan? 55 ming so'mdan. Ko'rib turgan mana sviterlaringizni Mansur Baraka do'konidan 55 ming so'mga xarid etishingiz mumkin. Tovarni ko'rsangiz bo'ladi. Chotki cho'zra tag'in yuvib sig'ib kiyaveradan material. 55 ming so'mdan sviter yo'q Beruniyda boshqa yerda. Bu kiyimni oyda 55 ming miyda shu mumkin emas baho bo'lyapti. Foydalanmaysizlarmi kiyim sotib? Ya, endi biz xalqni o'ylaymiz-da. Unda xalqni o'ylasanglar, shu videoni ko'rib kanalimizdan podpishchiklari keldi. Instagramdan ko'rib keldik deb turibsan. Mana shu dvoykalardan necha so'mdan aytib bera olasan? Ko'rib kelib turgan odamlar uchun. Agar bizlardan podpishchik bo'lsa, hammasi 150 ming so'mdan. Mansur Baraka podpiska bosib qo'yganmisa bo'ldi. Mansur Baraka akkauntini hozirning o'zida podpiska bosib qo'ying. Kelib turib podpiskangizni ko'rsatsangiz, mana shu ko'rib turgan ichi nachos dvoykalarda 150 ming so'mdan xarid etishingiz mumkin. Bunday narx men o'zim yechirda ko'rmayman, aniq siz ham ko'rmaysiz, lekin endi aniq ko'rdingiz. Bizlarning kanalimizga Mansur Baraka Instagram akkauntini obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, eldan 150 ming, 200-250 mingdan sotilgan oyoq kiyim xatarimiz turibdi. Mana shu xatarda o'shaganingizning bahosi 100 ming so'mdan etib beradilar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hammamiz o'latan xalasangiz Nike ham bor, boshqasi ham bor, oyoq kiyimning tur-turidan bor. Bu ana kelib turib podpiska bosib qo'yganingiz va Instagramdagi videodan ko'rib kelganingizda aytsangiz shuning o'zi yetarli. Aytib o'tgan aniqdagi dvoykalarımızning bahosi 150 ming so'm, oyoq kiyim 100 ming so'm, dvoyka pastda üstü, ya'ni общий hisobda 250 ming so'mga boshdan oyoq orqadan kiyinib chiqib ketib bilasiz. Bunday ekonom variant yo'q menimcha. Bunday baho boshqa yerda bo'lmaydi. Bu g'ana podpiska bosib qo'ysangiz, shuning o'zi yetarli. Xo'p, Bobur sviterlarni ko'rsatding, krossovkalar ko'rsatding. Hammasi erkak bolalar-ku. Shunday bu Moskva do'konmi? Yo'q. Bu do'kondan hamma narsa topiladi. Ayol qizlarimiz uchun ham, atalgan kiyim-kechaklar, yosh bolalar uchun ham, yosh kattalar uchun ham, o'rta yoshdagilar uchun ham, o'smirlar uchun ham hammasi bor. Ya'ni kelib turib bemalol oilaviy kiyinib ketishingiz mumkin degani. Mansur Baraka do'konining manziliga keladigan bo'lsak, orqamizda hammamiz bilan tag'in Dehqon bozorining orqa darvozasi. Orqa darvozadan chiqdingiz, 30 metr yursangiz, do'konning o'zi oldingizga chiqib keladi. Bu yog'imiz hammamiz bilan tag'in sport shkol. Manzilda konkretni aytib tushuntirib o'tdim. Pastda telefon nomerlarini ham qoldiraman. Agar manzil topolmay qolsangiz, telefon nomerlarga bog'lanib, manzil so'rasangiz ham bo'ladi. Yo'qmasa, oldingizga chiqib boradilar.